Assalomu alaykum azizlar. Xudo xohlasa yana bir yangi obyektimizga kelib olganmiz. Tomga penalonboz quyish xizmati. Hozirgi bu obyektimiz ham Andijon viloyatida bo'ldi. 120 kvadrat atrofi joyimiz bor edi. Kelib ishlarni boshlab oldik. Hozirgi bu obyektimizga ham 10 sm qilib quyib berishga kelishganmiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Video davomida quyilishlar jarayonlarini batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, bu penalonbozni asosan loy suvoqlarni o'rniga quyib kelyapmiz yoki bo'lmasa yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarni ustiga ham quyib beramiz. Effekti zo'r bilinadi. 100% darajada izolyatsiyani ushlab beradi. Bu quygan mahsulotimiz yinali teshiklarni mukammal tarzda to'ldiradi. Shuning uchun yozgi kunlarida shipirda issiqlari, tomda issiqlarni uyning ichiga umuman kirgizmaydi. Qishki kunida bo'lsa uyning haroratini bir xilda ushlab berishga yordam beradi. Tom qismidan umuman issiqlik chiqib ketmaydi. Izolyatsiya vazifasini bemalol bajarib beradi. Xo'p, bu penalonboz mahsulot tarkibini ham qisqaroq ma'lumot berib o'tamiz. Gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi bir vositadan quyib borilaveradi. Har bitta obyektga borganimizdan so'ng birinchi o'rinda tom qismini ko'zdan kechirib chiqamiz. Agar vassali shilipkalar yaxshi holatda qoqilgan bo'lsa, ko'rib turganlaring shu materiali borda, materialni tashlayveramiz. Yaxshilab oqmaydigan qilib seplab olamizda, ustidan quyib boraveramiz. Ba'zi bir joylarda mana ko'rib turganlaringiz shunday qo'yiq qilib boshida paqirlab yamab olamiz. Yamab olganimizdan so'ng ustidan suyuq holatda ketma-ket ustunlikda quyib, razmeri chiqquncha quyib boraveramiz. Bu quygan mahsulotimiz loy suvoqlarning afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi. Loy suvoqda yorilib ketmaydi, uqalanmaydi. Qanday holatda quygan bo'lsa, shunday holatda qoladi. Hasharotni ham o'ziga yaqinlashtirmaydi, chunki tarkibini aytib o'tdik. Hasharot yaqinlashadigan mahsulot bas. Do'stlar, bu penalonbozni mana 3 yildan beri quyib kelyapmiz. 3 yil davomida shu o'rganib bildik, ko'zimiz bilan ham ko'rdik, yaxshi holatda turibdi. Agar o'sha videomizni ham ko'rmoqchi bo'lsalaring, ushbu kanalimizga kirsalaring, bundan oldingi bitta video qo'ydik. 3 yil davomida quyganmiz bir xonadonga. Birinchi boshlagan yilimiz quyganmiz, ikkinchi etajiga 150 kvadrat atrofi joyi bor edi. Ikkinchi yilga bag'ga uy qo'shishgan ikki quydik. Bu yil ham mana nasib qilgan ekan o'zimizga borib quyib berdik 50-60 kvadrat joyiga. Demoqchimiz, o'z ko'zimiz bilan ham ko'rdik, mana videolar ham qildik, zo'r holatda turibdi ekan. Qanday quygan bo'lsa, shunday holatda turibdi. Bir yorilgan joyi yo'q yoki bir hasharot ko'ylab, hasharot teshib o'tgan joyi ham yo'q. 3 yillik stajimizdan kelib chiqib aytamiz, maslahat beramiz, quydirishdi, tomlarga yaxshi effekt beryapti, izolyatsiyani ushlab beryapti aytib o'tganimizdek do'stlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Yana ham bir ma'qul tarafi vodiy bo'yicha narxlarni bir xil qo'yib beramiz. Qachonki vohaga yoki Toshkentga chiqadigan bo'lsak, u taraflarga yo'l kiraga narx qo'shilib qoladi. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga chiqaverasizlar. Ushbu nomerlarimizga WhatsApp, Telegram, emaillarni ham ochib qo'yganmiz. Shu chet elda ishlab turgan akalarimiz ham bemalol internet orqali bizga zakaz qilsalaring, borib chiroyli qilib kelishilgan narxlarda quyib beraveramiz. Do'stlar, mana bu obyektni ham quyib tugatib oldik. O'zlaring mana ko'rib videoga baho beraverasizlar. Yaxshi, zo'r holatda chiqdi. Uydagilar ham ko'rib mana qabul qilishib oldi. Bu joyimizga ham aytib o'tganimiz mana 10 sm qilib quyib berdik. Kerakli joylarga dimoxodlarni qo'yib, shu havo aylanib turish uchun, dimlanib qolmasligi uchun. Mana hozir oyoqni ham bir qator urib ham ko'rsatib beramiz. Mana ko'ryapsizlar, oyog'i chiqqani yo'q, yorilgani yo'q. Bemalol 2 tonnali suv bachuvlarni ham qo'yib, boshqa montaj ishlari bo'lsa ham bemalol ustida yurib qilaverasiz. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan layklab bosib, podeshkada bo'lib turasizlar. Rahmat barchaga.